Do'stim, sizga 3600 dollardan o'tib beriladigan holatda Nexia 2 olib chiqib qo'ydim. Xullas, ma'lumotlari 2009-yilda ishlab chiqarilgan Sonos gibrid motor do'stlar. Ya'niki mashinamiz gidravlika prosto, pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya bo'ladi. Mashinamiz benzinga hamda gazga yuradi. Motorlari yaxshi. Kraskasi 25-30% bor. Menimcha narxi ham shunga yarasha 3600 dollardan sizlarga o'tib beriladi. Salonlarining holatlarini ham bitta ko'rsatib o'taman, bitta ko'rib baho. Aslida bunaqa mashinalarni ko'rganim ham qo'ygan vaqtimiz bo'lgan, ko'rgansizlar. Lekin nega buni 3600 qo'yildi? Sababi dehqondan o'tgan holatida bitta himchiska qilib qo'ydik, sabab sizlarga arzonroq taqdim qilish uchun. Agar tayyorlab qo'yganimizda bundan qimmatroq qo'ygan bo'lardik. Xullas, mashinani ko'rganlaringdek takoy sveji bo'lib turibdi. O'zi yaxshi mashina, yuzidan ko'zidan ma'lum degan gap bor. Xullas, pastga nimalar telefon qilasiz.